Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Nanchar brendi ostida 200 kilolik yem-mishalkamizni hozir obzorini ko'rsatamiz. Shesternali yem-mishalkamiz 200 kilolik. Hop, bunda mana kepe, muchka, sho'rxa hammasidan bor. Hop, mana sariq qoplarimiz akalar 30 kilodan 150 kilo. Hop, manolimiz bu 50 kilo. 50 kilo, уже 200 kilo bo'lyapti. Mana nimamiz ham 20 kilo. Hisoblasha 220 kilo bo'lyapti. Bu 200 kilo deganimiz bilan buni kattaytirganmiz akalar. Xudo xolasa 220-250 gacha olaveradi quruq yemlarni. Hozir ko'ramiz ishlashlarini, sinovlarini. Hop, motorlarimiz yangi. Meni tushuntirib o'tamiz. Boshladik. So'raverdik. Kiloli yem-mishalkamiz. Hajmi 200 kilo. 200 kilo. Sigal yem elitadi. Kilo ketdi. Qo'rqamiz. Qo'rqamiz ketdi. Endi bu nimadagi? Kunjara ketdi. Mayda kunjara. Kunjara og'ir bo'ladi, lekin juda anaqa bo'lmaydi. Tortib ketib qolmadi. Bitta qoldimi hozir? Bo'shagan qoplarimiz mana akalar. Videoda mana hammasi ko'rsatyapmiz. Hammasi bo'lib 7 qop narsamiz tushdi bashta. Aralashtirib ana tuzam bor, gap yo'q. Haqiqiy yem bo'lyapti. Mana qoplarimiz, bo'shagan qoplarimiz 1 2 3 4 5 6 mana bilan 7. Hozir 220 kilo tushdi, pashti. 220 kilo tushgan bo'lsa, bu demak yarimdan o'tdi. Bu degani bir 300 ga ham tortib ketyapti quruq yemni. Quruq yemni 300 ga ham tortaverar ekan. Endi silos, somon aralashtirsa 200 dan o'tadi akalar. Biroz quruq yemni o'zi. Quruq yemni o'zligi uchun akalar quruq yemni olaveradi bu. Kimdirlar quruq yemni hisoblab turib 300 kilolik deb sotsa, shu nimani
eritmay qolishi mumkin. Somon, silos tashlaganingizda uni eritmay qolishi mumkin. Bu tomoni ham bor, o'shani ham hisobga olib qo'yasizlar. Endi bu mana 200 kilo oshiqroq deb sotamiz buni, lekin proyimda mana 300 kilo ham eltaveradi. Janchal bilan to'g'ri chiqyapti. Sharkalarimiz. Aralashtirishni ko'rsating, aralashtirishlar. Biliq-biliq qilib qaynayapti. Qaynab aralashtiradi. Hop, mana mahsulot solib bo'lgandan keyin, o'sha mahsulot solib turganda yoqib qo'yasizlar. Sekin-sekin solib bo'lgandan keyin mana ko'rib aralashganini ko'rib. Endi aralashtirishi har xil mahsulotga qarab turib 5 minutdan 15 minutgacha bo'lishi mumkin. 5 minutdan 15 minutgacha qarab cho'zilishi mumkin. Vaholanki silios bilan kepe aralashtiradigan bo'lsa, u tezroq bo'lishi mumkin. Endi bu narsa sal sekinroq bo'lishi mumkin. Shunga qarab 5 minutdan 15 minutgacha deb hisobini olaveramiz aralashtirish. Aka. Ana o'zi mana aralashib. Bir-biriga qorib qolyapti. Bo'ldi o'zagi. Xullas akalar aralash vaqtini o'zlaring hisobini olaverasizlar. Video davomida ko'rib. Ochaveramiz mana. Bismillah. Oh. Kurayimiz bormi ekan? Hozir. Sho'rxa hammasi aralashib ketdi. Xullas, ma'qul kelgan bo'lsa akalar, zakaz qilsalaring, O'zbekiston bo'ylab